Assalomu alaykum ustozlar. Demak 10-modulimizga ham yetib keldik. Birinchi savol. Dastlabki tezligi 16 metr taqsim sekund bo'lgan avtomobilning tezlanish vaqt grafiki rasmda ko'rsatilgan edik. Demak mana bu joy A ekan, kechirasizlar. Bu yer A ekan. Bu yer esa T ekanda. Shu şekilde. Xo'p, shunga avtomobilning tezligi necha metr taqsim sekundga teng bo'ladi deyapti. Ustozlar, mana bu tak soha yuzasi eslab qo'yinglar, delta v ni beradi. Shu joyning yuzasi delta v ga teng. Delta v nimaga teng desa, bu delta v v minus v0 ga teng. Bundan hisoblaydigan bo'lsak, delta v ni yuzasi necha chiqadi? 30 chiqadi. Chunki mana bu yerning uzunligi 10, yuqorining uzunligi esa 3. Shuning uchun ko'paytirsak 30. Demak, bu 30 ni qo'yamiz teng v minus v0 ga 16 ni qo'ysak, chunki dastlabki tezligi 16 degan u. Bu yoqqa olib o'tsak v barobar 46 metr taqsim sekund degan javob chiqadi. Yo bo'lmasa mana bu formulaga qo'yasizlar. V teng v0 minus at. Ya plus at deganim, kechirasizlar. Plus at. Shunga qo'yadigan bo'lsak, v0 imiz 16 plus a imizni necha ko'ryapsizlar savolda? A ni mana bu yerda 3 ko'rinyapti. Ko'ryapsizlarmi? 3. T ga esa kim ko'rinyapti? T ga esa 10 ko'rinyapti. Mana vaqt mana bu. A ni o'rniga 3, T ni o'rniga 10. Yana 46 chiqib beraveradi. Shundaga javobimiz 46 Y javobi chiqyapti. Keyingi masalaga o'tdik. Dastlabki tezligi 0 ga teng bo'lgan avtomobilning tezlanish vaqt grafiki rasmda ko'rsatilgandek berilgan. Demak, bizda xulosa v0 teng 0 ekan. Xo'p, rasmda ko'rsatilgandek, shunga ko'ra 30 sekunddan so'ng avtomobilning tezligi necha metr taqsim sekundga teng bo'ladi? Ustozlar, mana bu yerda yuza mavjud. Bu delta v1 bo'ladi. Ya'ni delta v1. Bu yerda yuza esa delta v2. Eslab qo'yinglar, delta v umumiy shu yuzalar umumiysi shu tezlik o'zgarishini, o'shani ham v minus v0 deyishga haqqingiz bor. Tushundingiz-a? Aynan shunda v umumiy topib olish kerak bo'ladi. Delta v1 ni topamiz bu yerdan. Delta v1imiz bitta tomoni 10, bitta tomoni esa 5, ya'ni 50 chiqadi. Shundalarga mana bu yerda 5 olaman, mana bu yerda 10 olaman. Shunda ko'paytirsangiz 50 beradi. Endi delta v2 ni aniqlayman desalar, pastga 2, minus 2, chapga esa 10 ga esa bu yerda 20 yotibdi. 30 bilan 10 orasi. Bu yerda esa minus 2 yotibdi. Shunda ko'rishlar mumkin. Delta v2 mizni yozadigan bo'lsak, bu minus 40 chiqib beradi ekan. Ya'ni mana bu yerga minus 40. Minus 40 chiqib beryapti. Ana delta v umumiy qanday topiladi? Delta v1 plus delta v2 teng delta v umumiyni beradi. Teng v minus v0 ga ham teng. Xo'p, delta v1imizga 50 ni qo'yamiz plus minus 40 qo'shib yubordim teng v minus v0. Ya'ni men mana bu o'rta xatni olib tashladim, ikkala xatni bir-biriga tenglash orqali. Xo'p, bunda v0 da nima bergan? 0 bergan. Shuning uchun bunda 10 chiqib qoladi teng v bo'lib. Javobimiz v teng 10. A javobda chiqyapti. Mana shunday fikrlagan eng oson usuli. Keyingisi, uchinchisi, dastlabki tezligi 10 metr taqsim sekund bo'lgan harakatlanuvchi jismning tezlanish vaqt grafiki rasmda ko'rsatilgandek. Shunga ko'ra, avtomobilning 15 sekunddan so'ng avtomobilning tezligi necha metr taqsim sekundga teng bo'ladi? Aynan shu usulni boshqatdan qo'llaymiz ustozlar. Ya'ni mana bu yer delta v1, bu yer delta v2, bu yer delta v3. Hammasini alohida hisoblab olsak, delta v umumiy degani chiqadi. Bu delta hamma v delta vlar yig'indisi delta v1 plus delta v2 plus delta v3. Shularni topishimiz kerak, oxirgi tezlikni beradi shunda. Xo'p, delta v1 ga ustozlar, bu tomonda 5 olasizlar, bu tomonda 3 olasizlar. Ko'paytirsalar 15 chiqadi. To'g'rimi? Demak, bu yerga teng delta v umumiy. Shuni yozaveraylik, bu tengini olib tashlaylik. Xo'p, bunisiga 15 plus ustozlar, bunisiga mana bu yerning uzunligi 5 chiqadi pastki sohadan hisoblaganda. Mana bu yer 5. Pastga esa minus 4 bor-da. Ko'paytirsalar minus 20. Ya'ni plus minus 20. Tushundilarga? Mana bu 4 ni hisobga olyapman-da men. Keyin oxirgisida tepaga qaragan 5i bor, bu tomonga ham 5i bor. Demak, bu 25 chiqadi delta v uchingiz. Plus 25. Teng hisoblaylikchi delta v umumiyni. Buni aniqlasak, bu ikkalasi 40 bo'ladi va 20 chiqadi ekan.
Chunki mana bu bilan mana buni qo'shsam 40 chiqdi, undan 20 ni ayirishga to'g'ri kelsa 20. Endi delta v umumiy nimani beradi? Bu v minus v0 ni beradi. Tezlik o'zgarishini. Bunga 20 ni qo'yaman, v minus v0 ga esa 10 qo'yaman. Bu yoqqa olib o'tsam 30 barobar v. Demak, jismning tezligi 30 bo'lgan. B javobimizda chiqmoqda. Keyingi masalamizga o'tdik. Xo'p, 4-savol. Dastlabki tezligi 10 metr taqsim sekund bo'lgan avtomobilning tezlanish vaqt grafiki rasmda ko'rsatilganidek, shunga ko'ra transport vositasining tezlik vaqt grafiki quyidagilardan qaysi biriga o'xshaydi deyapti. Xo'p, ustozlar, bunda ko'rishlik mumkin. Mana bu yerda boshlang'ich tezligi necha bo'lgan? 10 bo'lgan, ha? Demak, v0 teng 10 bo'lgan. 10 sekund paytda u delta va yuzani ochgan va tezligini 30 ga o'zgartirgan. Chunki bu yerni 3, bu tomon esa 10. Tushundilarga? Men delta v dan v ni topib olaman. Delta v barobar v, mana 10 olay, kechirasizlar, 0 olib qo'yibman. V minus v0 qilaman-da, qarang. Delta v ni 10 ga 30 ni qo'yaman, teng v minus 10. v0 ni 10 ga. Olib o'tsam 40 bo'ladi. Teng v. Hamma vaqtlar sekundda kelgan ustozlar. Shuni eslangdan chiqarmanglar, chunki ana tarjima qilishda sekund tushib qolyapti rasmlarda. Xo'p, endi v ni 40 ligini tushungan holatda, demak, jismning grafigi albatta mana bunday bo'ladi. Qolganini bilmadim, lekin boshi o'sha 10 sekunddagisini aniqlab aytib bera olaman. Boshlang'ich tezligi 10 bo'lgan, tekis tezlanuvchan harakat qilgan 0 dan katta va 10 sekundda uning tezligi 40 ga borgan. Demak, 10 dan tekis tezlanuvchan harakat qilgan, mana bu yer 10 bo'lgan va vaqt 10 bo'lganida u 40 ga borgan mana bu yerga. Shu bu yer 10 bo'ladi. Aynan shunaqa chizig'imiz bormi? Ha, bittagina bor xolos menimcha. Ya'ni ko'rishlar mumkin. Boshlang'ich tezligi 10 bo'lgan, keyin 40 ga borgan. To'g'rimi? Undan u yog'i esa mana bu yer minusdan chiqib qoladi, manfiydan chiqib qoladi. Sekinlanuvchan harakat bo'lib, bu yog'i ko'rishlar mumkin -2 gacha boryapti. Ya'ni mana bundayroq, biroz tikroq holatda pasayish holati kuzatiladi. Tushundik? Bunaqa javob faqatgina kimda bor? A javobda bor xolos. Boshqa hech qaysi bunga to'g'ri kelmaydi. Keyingi masalaga o'tdik. 5-savol. Rasmda ko'rsatilgandek tezlanish vaqt grafiga ega bo'lgan harakatlanuvchi jismning boshlang'ich tezligi 10 ekan. Ya'ni v0 barobar 10 metr taqsim sekund ekan. Xo'p. Shu jismning 20 sekund oralig'ida necha metr yurganligini aniqlab bering deyapti ekan. Buni ikki xil usulda ishlash mumkin ustozlar. Birinchisi grafik usulga o'tkazishingiz mumkin. Xohlasangiz oddiy formula usulida ham aniqlashingiz mumkin. Men formula usulida aniqlashni boshlayapman. Demak, birinchi bosqichda mana bu joyda yurgan yo'li S1, mana bu joyda yurgan yo'li esa ikkinchi bosqich bo'ladi, S2 bo'ladi. Ustozlar, S1 da A teng 2 da. Bu yer tekis tezlanuvchan harakatga tushadi. Shuning uchun S1 da aniqlashimda V0t plus AT kvadrat taqsim 2 usuliga qo'yib ishlayman. S1 barobar V0 ni o'rniga 10, T ni o'rniga 10 sekund. Mana shu vaqt. 10 sekund plus A ni o'rniga 2, T ni o'rniga, ya'ni 10 ni kvadrati taqsim 2 teng 2 bilan 2 qisqarganida bu 200 ni beradi. Tushundilar? Chunki 10 ni kvadrati 100 bo'ladi. Endi bolalar, mana shu joyga kelib oldi. V teng AT orqali V0 plus AT. V0 plus AT tezlikka erishib oladi bu yerda. Mana shu joyga yetib kelganida buni aniqlaydigan bo'lsak, V0 10, A ni 2 olyapmiz, kechirasizlar. Plus A ni 2 olamiz, T ni 10 olamiz. Shunda bu yerdagi mana shu joyda S2 nuqtada tekis harakat qilyapti, chunki A teng 0 bo'lib qoladi bu yerda. Bu yerda V ko'paytiruv T tezlik bilan yuradi. Shuncha masofa bosib o'tadi. Ya'ni S2 ni topishda V ko'paytirilgan T qilasizlar. Faqat V ni o'rniga V0 plus AT usulida T ni topib olishlang. V ni topib olishlang kerak bo'ladi. Ko'paytirilgan T teng tekis harakat bo'lganligi uchun V0 ni o'rniga qavschidan 10 ni qo'yamiz plus bu yerdagi tezlanish mana bu A ni topib olganmiz 2. Mana bu yerda ustozlar o'zi aniq bo'lganda o'sha V. To'g'rimi? Shu 30 chiqib qoladi-da, sezyapsizmi? Aynan shu 30 ni qo'yib qo'ya olsangiz ham bo'ladi-da shu yerga. Shu 30 ko'paytirilgan necha sekund yuryapti bu tekis harakat bilan desa, 10 sekund bilan 20 sekund orasi. Ya'ni 10 sekunddan farq. Teng 300 metr. Demak, jismning umumiy yurgan yo'li qanday topiladi desa, shu S1 ga S2 yo'lini, chunki savolda 0-20 sekunddagi so'ralgan. Shuning uchun 200 metr bilan 300 metrni qo'shib yuborsak, 500 metr yurgan jami degan xulosaga kelamiz. Demak, javobimiz 500, D javobga to'g'ri kelyapti.
Tushundik-a? Keyingisiga o'tyapmiz. Tezlanish vaqt grafigi rasmda ko'rsatilgandek bo'lgan avtomobilning dastlabki tezligi 30 metr taqsim sekund. Demak, V0 bor ekan. Bu V0 ekan. Xo'p. Shunday ekan, transport vositasining tezlik vaqt grafigi quyidagilardan qaysi biri bo'ladi? Bu yer A manfiyda kichkina, bu yer A teng 0, bu yer A katta 0 bo'lyapti. To'g'rimi? Demak, birinchi grafikimiz, masalan, VT grafik chizadigan bo'lsak, tekis tezlanuvchan, tekis sekinlanuvchan harakat bo'ladi. Bilasizlar shu narsani. Shu bo'yicha fikrlasak juda ham sodda chiqadi. Grafiklarga e'tibor qaratamiz. Demak, boshlang'ich tezlik 30 bo'lganligi uchun mana bu joy 30 dan boshlanadi har doim. Tushundilarmi? Javoblarga qarasak, yo A javob to'g'ri kelishi mumkin, C javob to'g'ri kelishi mumkin ekan, xolos. Boshqa hech qaysisi bular boshlang'ich tezlik boshqa joyda, bu ham boshqa, bu ham umuman boshqa narsa. Tushundilarmi? Shuning uchun faqatgina A va C dan topib olamiz. Va eng qizig'i ustozlar, mana bundan ko'radigan bo'lsak, mana shu joyni o'chiraman va mana shu joy uchun A barobar -4. 5 sekundda qaysi tezlikka erishib oladi? V barobar V0 minus AT formulasi bor. V barobar V0 o'rniga 30 ni qo'yaman, minus A o'rniga 4, mana -4, T o'rniga 5 sekund. Teng hisoblaylikchi 10 chiqar ekan. Ya'ni jism tezligi mana shu joyga 5 sekundga borganida tezligi nechiga borib qolar ekan? 30 dan boshlanib 10 da tugaydi ekan. Demak, javobimiz faqat C ga to'g'ri keladi, chunki 30 da boshlanyapti va 10 da tugayapti. To'g'rimi? Bunisida esa 30 da boshlanib 26 ga kelyapti. Bu xato. Undan keyin tekis harakat bo'ladi, undan keyin tekis tezlanuvchi harakat bo'ladi. Buni isbotlasa, o'zidan haligi shu usulda isbotlasang ham bo'laveradi. Demak, bu savolimiz ham ketdi. Xo'p, keyingi masalamizga o'tdik. Dastlabki tezligi 0 ga teng bo'lgan avtomobilning tezlanish vaqt grafiki rasmda ko'rsatilganidek. Xo'p, shunga ko'ra avtomobil ning 0 u 12 soniya oralig'ida necha metr yo'l yurganligini aniqlab bering deyapti ekan. Bu savolni ishlashning ikkita usuli bor. Xohlasalang avvalgi usulda, xohlasalang grafik usulda ham ishlab berish mumkin. Birortasini grafik usulda ishlab beraman pastroqda. Chunki grafik usulda chizish kerak, joy ekonom qilish uchun hozir men chizmayapman. Demak, boshlang'ich tezligi 0 va 0 teng 0 bo'ladi. Mana bu joyda S1 masofani bosib o'tadi. Endi tak soha qilmay shu yerda. S1, mana bu yerda esa S2 masofani bosib o'tadi. Ustozlar, S1 masofa uchun V0 yo'q. Bu A1 T kvadrat taqsim 2 bo'ladi. Tushundilarmi? Eng qizig'i ustozlar, mana bu yerda S3 masofani bosib o'tadi ekan. Chunki 0:12 sekundda deganda mana bu joy qizarib turibdi-yu. Bu yerda ham harakat bor. Demak, hisoblashni boshladik. Teng S1imiz, A'imiz nechi? 5, T'imizga 4 sekund tanlab olaverasizlar. 4 ning kvadrati taqsim 2 barobar. Bu 80 bo'ladi, 40 metr chiqib beradi. Tushundik-a? Endi mana shu joyga yetib kelganda u V tezlikka erishib oladi. V tezlik qanday topiladi desa, V0 plus A karat T dan topiladi. V0 o'rniga necha qo'yamiz? V0 o'rniga 0 qo'yamiz. A necha tezlik bilan yurdi? Tezlanish bilan yurdi? 5. 5 necha sekund? 4 sekund. Demak, u 20 tezlikka erishib olgan mana shu 4 sekundning oxirida. Endi mana bu S2miz uchun xuddi o'sha 4 bor, o'sha 20 bor, boshlang'ich tezlik vazifasini o'taydi. S2 uchun masala ishlayapman. V ko'paytirilgan T plus faqat A2 T kvadrat taqsim 2 bo'ladi uniki. Tezlanish bu yerda boshqachada, mana bu-da. Shuning uchun demak S2 barobar V ning o'rniga ustozlar mana bu harakatni tugashi, ya'ni birinchi harakatni tugashdagi tezligi ikkinchi harakat uchun boshlang'ich tezlik bo'lib beradi, V0 bo'lib beradi. Va u kimga aylanadi? 20 ga aylanadi. Tushundilar? Demak, o'rniga qo'yamiz 20, ko'paytirib, u ham necha sekund yurgan? Buni orasida 4 sekund vaqt bor xolos. 4 plus A o'rniga 10, chunki tezlanish 10 mana ko'rishlar mumkin. Ko'paytirilgan 4 ning kvadrati taqsim 2. Qani hisoblaylikchi? Xo'p, bu 162 ga bo'lsak 80, 160 chiqar ekan jami. Mana shu masofa ham. Chunki mana bu 80, bu ham 80 chiqadi. Xo'p, endi S3 ni aniqlash qolyapti. S3 ustozlar, S3imiz shunday harakat bo'ladiki, S3 bu yer V ko'paytirilgan faqatgina bu yerdagi V' tezlik bo'ladi. U V' tezlik mana bu joyda bo'ladi, V'.
Tushunyapsizlarmi? Bu v shtrixni topish uchun nima qilish kerak? Pastda yozaman ustozlar. V shtrixni topish uchun u v0 ni plus a2t qilish kerak. Endi qaranglar. v0 bu yer uchun nechiga bo'lgan? 20 bo'lgan-ku. 20 ko'paytirilgan plus a o'rniga 10, t o'rniga yana 4. Chunki 8 bilan 4 orasi teng. Aniqlaydigan bo'lsak, bu 60 metr taqsim sekund chiqar ekan. Demak, jism mana shu joyga 60 metr taqsim sekund tezlik bilan yetib kelgan va bu yog'iga tekis harakat qilgan. Ya'ni v shtrix kara t teng v shtrixni 60 olamiz. U ham 8 bilan 12 ning orasida 4 sekund yurganligi uchun 240 metr yurgan. Shuning uchun S umumiyda aniqlash qolyapti. Shularni har birini S1 plus S2 plus S3 usulida topish mumkin. Buni aniqlashda qanday ishlar bo'ladi? Demak, S umumiy hammasini qo'shamiz. Xo'p, 40 160 ga qo'shsak 200, 200 ga 240 qo'shsak 440 metr degan javob A javobimizdan chiqib beradi. Tushundik? Shunday ishlagan kimgadir qulay, kimgadir qiyin. Agar xohlasalar, hozir buni ikkinchi usulda ham o'rgatib o'tishim mumkin. Qaranglar, nima qilaman? O'chiryapman bu yerni. 440 chiqarishni mana bunday o'rgatib o'taman. Endi kimgadir qaysi biri osonda. Xo'p, buni nima qilamiz? Buni ishlash uchun avvalambor mana bunday qilamizda. Bu yerga VT grafik chizib olamiz. T bu yerga V qilib. Xo'p, endi mana bu yerga raqamlarni qo'yib olamiz. 4, 8, 12 qilib, masalan 4, 8, 12. Demak, jismning boshlang'ich tezligi 0 bo'lgan bo'lsa, tezlanishi 5 bo'lsa, 4 sekunddagi mana bu yerdagi tezligi necha bo'ldi? 20 chiqadi. Demak, mana bu yerga tezlik qo'yasizlar. Bu yerga 20. Keyin mana bu yerda ham 20 dan boshlansa. Mana bu yerda hisoblasak, masalan, qaranglar ustozlar, bu yer uchun v bo'ladi. Bu 0, v0 plus v1 bo'ladi. A o'rniga 5, kara t o'rniga 4. Teng shunda 20 chiqyapti bu yer. Endi mana bu joy esa v2 deysiz. Bu yer uchun mana bu v1 boshlang'ich tezlik bo'lib beradi-da. v1 plus tezlanish 10, qancha t vaqt? Yana mana buni orasidagi vaqt 4. Teng qo'shsak 60 bo'ladi. Tushundilar-a? Endi buni qana aniqlaymiz. Qaranglar. Xo'p, mana buni sal teparoqqa chizsam bo'lar ekan. De. Masalan 20, 40, 60 deb olyapman. Ustozlar, 4 sekundda jismning tezligi nechaga erishib qolgan? 20 ga. Chiziqni bunday qilib tortasizlar. Tushundik-a? Mana. Xo'p, keyin 8 bo'lganida uning tezligi nechaga erishgan? 60 ga. 8 bo'lganida vaqt 60 ga erishyapti. Tushundilar-a? Mana shunday qilib ishlasa bo'ladi. Endi keyin undan ag'iga qanday harakat qilyapti? Bu yerda tekisi shu harakat v konsti bu yerda. Ko'ryapsizmi? A chiqmaydi-yu mana bu joyda. Shuning uchun bu yog'iga mana bunday chiziq tortishga to'g'ri keladi. Mana. Ustozlar, agar shunaqani qila olsangiz, mana bu yer S1 yuzacha bo'ladi, bu S2 yuzacha bo'ladi, bu S3 yuzacha bo'ladi. Har bir yuzani alohida hisoblasalar, javob yana 440 ni qaytarib beraveradi. Bu usul ham mavjud. Keyingi savolga o'tyapmiz. 8-masala. Dastlabki tezligi 0 ga teng bo'lgan avtomobilning tezlanish vaqti grafiki rasmda ko'rsatilgan edik. Xo'p, avtomobil 0 va t vaqt orasida. Demak, bizda xulosa bor. Dastlabki tezligi 0 ga teng, ya'ni v0 barobar 0. Mana shuni olamiz. 0 va t vaqt oralig'ida x masofani bosib o'tdi. Hoppa. Xo'p, 0 va 3 t vaqt oralig'ida qancha x masofani bosib o'tadi degan savol qo'yyapti. Demak, 0 va t vaqtda bosib o'tgan x masofasi qanday topiladi? At kvadrat taqsim 2 bilan. Sababi uning boshlang'ich tezligi bu yerda bo'lmaydi 0 va t vaqt boshlang'ich vaqt oralig'ida. Shuning uchun mana shuni x ga tenglayapmiz. Endi mana bu joyda qaysi tezlikka erishib oladi? V1 tezlikka erishadi, u at orqali topiladi. Tushundilarmi ustozlar? Sababi bu mana bu yerda v0 0 bo'lganda a tezlanishda t vaqt yurgan. Endi mana shu joyimizda bu S2 bo'ladi. Bu yer esa S3 bo'ladi. Yurgan yo'llarni alohida hisoblab olyapti. Endi S2 qanaqa topiladi? S2 ustozlar tekis harakat, chunki mana bu tezlanish 0 ga tushib qoldi. Bu yerda tezlanish yo'q.
Shuning uchun tezlanish 0 bo'lganda u v karra t bilan topiladi. V ni o'rniga mana bundagi at ni qo'yib yuborsak, at ko'paytirilgan t bo'lib, at kvadrat bo'ladi. Va eng qizig'i at kvadrat mana bunda nima bo'ladi? 2 ni bu yoqqa chiqarsang 2 ta x ga aylanadi bu. 2 ta x ga. Tushundik-a? 2 ta x ga aylanadi. Endi ustozlar S3 ni aniqlashni qarang. S3 uchun bu sekinlanuvchi harakat bo'ladi. Aynan mana shu tezlik, v tezlik u uchun boshlang'ich tezlikka o'xshab qoladi. Ya'ni bu yer v1 sifatida shu at tezlik bilan harakatlanyapti va sekinlanuvchan. Demak, S3 uchun v1 ko'paytirilgan. U ham xuddi shu t vaqt, oraliq t vaqtda minus a t kvadrat taqsim 2 teng. Demak, v1 ni o'rniga mana shu yoki bo'lmasa v ni o'rniga mana buni qo'yib yuboramiz. At ko'paytirilgan t minus at kvadrat taqsim 2. Demak, S3imizni alohida hisoblasak, at kvadrat taqsim 2 chiqar ekan. Bittadan yarimtani ayirdim-da, shunga o'xshash qilib. Va eng qizig'i, bu ham x ga teng chiqadi. Demak, S umumiyni aniqlaydigan bo'lsak, S1imiz mana bu S1imiz bo'ladi. Bu S1imiz kimga teng? U x ga teng. X plus S2imiz mana bu necha chiqdi? 2 ta x chiqdi. 2 ta x plus S3imiz esa yana u ham x chiqdi. Jami 4x. S umumiyimiz 4x bo'lar ekan. Necha x masofani jami vaqtda? 4x javob C. Keyingi savolga ketdik. 9-masala. To'g'ri yo'lda harakatlanayotgan avtomobilning tezlanish vaqt grafigi rasmda ko'rsatilganidek. Demak, at grafik. Bu yer a, bu yer t grafik. Grafikda a va t lar ma'lum ekanligini hisobga olsak, quyidagi kattaliklardan qaysi birini aniq hisoblab olish mumkin deyapti. Ustozlar, harakatlanayotgan degan joyi bor. V0 teng emas 0. Ya'ni 0 ga teng emas bu holatda. Xo'p, demak aytayaptiki, avtomobilning t vaqtdagi tezligini, oniy tezlikda aytayapti. Birinchi mulohazada v barobar v0 plus at ketishi kerak edi, lekin v0 yo'q bo'lsa, agar v0 hisoblanmasa, v0 ni bermasa, 0 dan farqli, lekin bermayapti savolda. Buni hisoblab bo'lmaydi hozir. A bilan t ni ko'paytirish chiqaradi, lekin siz v0 ni topal. v0 ni bermasa qo'yib ishlab to'g'ri ishlayolmaysiz. Birinchi mulohaza noto'g'ri. Tushundik-a? Keyingisi t vaqt ichidagi ko'chish. Ko'chish qanday bo'ladi? S teng v0 t plus at kvadrat taqsim 2 boshlang'ich tezlik bo'lsa. Bunda v0 t bermasa, v0 t ni noma'lum qilib qo'ysa, topalasizmi s-ni? Shuning uchun buni ham topolmaysiz. Uchinchisi, t vaqt ichidagi tezlik o'zgarishini, ya'ni delta v ni. Delta v ni topib bo'lamiz. Chunki qanaqa bo'ladi ustozlar? Delta v degani bu qanday topiladi? Mana bu tag sohaning yuzasi bor-ku, delta v ni beradi mana shu yuzasi. Tezlik qanchaga o'zgarganini aytib bera oladi shu yuza. Chunki delta v shunchaki v minus v0 ga teng va bu at ga teng-da. Masalan, a ni topish uchun v minus v0 taqsim nima qilinadi? T qilinadi. Bu bu yoqqa chiqsa at barobar v minus v0 bo'ladi. Mana bu narsa tezlikni o'zgarishida bu. A ni t ga ko'paytirish orqali shuni chiqarsa bo'lar ekan. Demak, to'g'ri uchinchisi faqat 3 C javob. Keyingisiga o'tdi. Shuni hisoblab olish mumkin-da faqat. 10-masala. Boshlang'ich tezliksiz. Boshlang'ich tezliksiz. v0 barobar 0. Harakat boshlagan avtomobilning tezlanish vaqt grafiki rasmda ko'rsatilganidek. Demak, mana bu yer a, mana bu yer t ekan bo'ldi. Shunga ko'ra 1, 2, 3 vaqt oralig'ida avtomobillar bosib o'tgan masofalar x1, x2 va x3 larni hisobga olsak, ular orasida qanday munosabat mavjud bo'ladi? Ustozlar, birinchi bo'lib bularning tezliklarini fikrlaymiz. Mana bu yerda v0 teng necha? 0. Mana bu yerda v1, mana bu yerda v2 hisoblanadi. Chunki jism har bir bosqichda o'tayotganda tezligini o'zgartiradi. Bu yerda v1. v1 ni yozadigan bo'lsak, v0 0 holatda formula bo'ladi. v0 plus 2ta a ko'paytirilgan t. Chunki mana bu t da. Shunda hisoblasalar necha chiqadi? Shunda hisoblasalar v0 ni 0 olsalar agar 2ta t chiqadi. Tushundik-a?
Endi V2'miz uchun mana bu boshlang'ich tezlik vazifasini o'tab beradi. Chunki mana bu yerda V1 bo'lgan jism tezligi. V1 plus tezlanish qancha? At teng. Bunda V1 ni bu yerga olib borib qo'ysak, 3 ta at paydo bo'ladi ekan. 2 ta atga atni qo'shish. Endi mana bu yerda V2 tezlik konst bo'lib turib berganmi oxirida. Tushundilar, mana bu joyda tezlik o'zgarmaganda. Endi biz buni yo'llarini farqlash uchun bir qiziq usulni qo'llayman, qaranglar. Bunday qilaman-da, mana bu yerga V qilaman. T qilaman. Xo'p, bu yerga vaqtlarni qo'yib tashlayman. Demak, T, 2T, 3T. Hop, tezliklarga qo'yishni boshlaymiz har xil qiymatlarni. Mana bunday. Hop. Mana bunday qo'yamiz. Xo'p, birinchi tezligimizga mana bu yerga at qo'yaman. Bu yerga 2 at qo'yaman. Bu yerga 3 at qo'yaman. Endi bu at tezlikda aslida. Tushunyapsizlar, ha? Demak, jismning bosh tezligi necha bo'lgan? 0 bo'lgan. Mana bu yerdan harakat boshlanadi. Bu yer 0. Savol, t vaqt deganda u qayerga bo'lgan? T vaqt deganda, mana t vaqt deganda uning tezligi necha bo'lgan? V1 bo'lgan va u 2 at. Demak, mana shu joyga borgan. Chizig'imiz mana shunday bo'ladi. Tushundik-a? Endi 2 ta vaqt deganda qayerga borgan? V2 ga borgan. V2 ning qiymati 3 at. Demak, 2 ta vaqtda mana shu joyga to'g'ri keladi menimcha. Qani? Bunday qilamiz. Mana shunday bo'ladi, to'g'rimi? Keyin oxirida tekis harakat bo'lgan, davom etadi mana bunday holatda. Tekis harakatda tezlik o'zgarmay qolaveradi. Bunday pastga nima qilamiz? Totib qo'ya qolamiz. Endi buni sal chiziqlari boshqacha chiqdi. Ustozlar, mana bu S1 bo'ladi. Mana bu S1 deyman. X1 bo'ladi. Mana bu X2 masofa bo'ladi. Mana bu X3 masofa bo'ladi. Ularni bosib o'tgan yo'llarida. Savol, kim katta? Albatta X3 katta. Ko'rinib turibdi, hammasidan katta yuzi. Mana bu mabitlar hammasi T dan. Mana unda ham T. Bunda ham T. Kim katta degan savolga eng kattasi X3. Undan keyin X2, undan keyin X1. Mana javobni shunaqa topsak, B javobga to'g'ri keladi. Ketdik keyingisiga. Xo'p, to'g'ri yo'lda harakatlanayotgan avtomobilning tezlanish vaqt grafiki rasmda ko'rsatilganidek. Xo'p, demak AT grafik ekan. AT grafik. Xo'p, agar avtotransport vositasining t vaqtdagi tezligi 0 ga teng bo'lsa, oppa, men tezligi 0 bo'lib qolibdi. Xo'p, tezligi 0 bo'lsa, transport vositasining joylashuv vaqt grafiki quyidagilardan qaysi biri kabi bo'ladi, deyapti. Ya'ni tezligini pasaytirib 0 ga aylantiribdi bu yerda. Masalan, VT grafik chizsalar, bitta hozir ko'rsataman. Mana bu joylashuv grafik bor, joylashuv vaqt grafiki. Bu XT hisoblanadi ustozlar, fizikada shunaqa qabul qilasizlar. Turkiyanikida shunaqa joylashuv deb nomlanganda bu konum deyiladi. Mana bu yer X, mana bu yer V, mana bu yer T. Nimaga men VT ni topyapman? Bu yerda hammasi XT. Joylashuv. Mana bu Y javob ustozlar. Shu tarjimada chiqmagan. Xo'p, endi jismda tezligi mana bu joyda to'xtadi degan. Chunki t vaqtda tezligi 0 bo'ldi degani mana bunday harakat deganida. To'xtanglar, bundaydan mana bunday ham bo'lishi mumkinmi? Ha, shunday ham bo'lishi mumkin ekan. To'g'ri. Agar mana bunday chizsak, hozir mana shuni sal teparoqqa chizing. Qilib, bu yerda 0 qo'yamiz. Mana bu yerda tezlik o'zgarishi at minusda, bu yerda ham minus at, bu yerda plus at, bu yerda plus at o'zgarishlar mavjud. Xo'p, mana shu t vaqtda tezligi 0 bo'lgan bo'lsa, tezligi kamayganmi degani bu minus at. Bu yerda bunday qilsak-chi, bu sekinlanuvchan. Bu ham sekinlanuvchan bo'laveradi. Ha, mana.
bunday qilsakchi. Mana bu yerda t vaqt qo'ysak. Mana bu t vaqt. Mana yerda v0 dan boshlagan, t vaqti to'xtagan. Xo'p, to'xtab mana bu yerga kelgan mana shu holatda. Keyin bu yog'iga mana bunday ishlaganda u. Qaytib yuborgan. Mana yerda t bor, mana yerda t bor, mana yerda t bor. 2 t, 3 t, 4 t. Harakat shunaqa bo'ladi buniki. Xo'p, shuni grafikini deyapti. X da topib berdi ya. Bu sekinlanuvchi, na? X da bir narsa bor ustozlar. Tezlanuvchan, sekinlanuvchan. Hop, sekinlanuvchan, tezlanuvchan. Shunaqa bo'ladi. Endi biz javob topishimiz kerak bo'ladi. Birinchi harakat sekinlanuvchan, lekin tezlik plyusda. Sekinlanuvchan, tezlik plyusda degani koordinatani musbat tomonda yuribdi degani u. Sekinlanuvchan, lekin minusda mana. Sekinlanuvchan, lekin plyusda. To'g'ri. Xo'p. Qolganlari hech qaysi to'g'ri kelmaydi ustozlar. Mana bular bu harakatga umuman tushmaydi. Masalan, misol keltirib o'taman. Sekinlanuvchan harakatlar mana bunday bo'ladi, boshlang'ich holatda. Yoki mana bunday bo'lishi kerak. Tushundilar? Vaqt o'qini masalan t o'qini pastida qarasalar, bu minus a ni beradi. Mana bu ham minus a ni beradi. Sekinlanuvchi harakat. Bizda shunaqa grafiklardan bitta mana y javobimizda bor. Bunga o'xshayapti. D javobimizda ham mana bu harakatni ko'ryapsiz, bunga o'xshayapti, to'g'ri? Hop, qolgan hech qaysisi bunga tushmaydi. Mana bu tushmaydi, bu tushmaydi, bu tushmaydi. Hop, endi D bilan Y ni taqqoslash kerak bo'lganda, ustozlar, jismni tezligi dastavval plyusda yurgan bo'lganda bu yerda tezligi plyusda yurganligi uchun, masalan, mana bu holatni tushuntirib beraman. X qo'yaman yoki masalan x0 qo'yib turib, tezlik bu yoqqa yursa plus x bo'ladi, plus v bo'ladi. Bu yoqqa yursa minus v deb gapirilayotgan bo'ladi. Demak, bizda hozir dastavval plus v bo'lganligi uchun koordinata kattalashgan. Koordinata kattalashishi faqat mana shunda y javobda bo'ladi. Shuning uchun shuni tanlashga majbursiz. Keyingi 12-savol. Hop, harakatlantiruvchi jismning tinch holatdan boshlab tezlanish vaqt grafiki rasmda ko'rsatilgandek. Demak, v0 teng 0. Hop, shunga ko'ra obyekt qaysi lahzalarda yo'nalishini o'zgartiradi, ya'ni tezligi manfiyga tushib qoladi, ya'ni 0 ga tushib qoladi. Ko'rishlar mumkin. Mana bu yerda delta v o'zgarish bor. Mana bu yerda minus delta v o'zgarish bor. Tushundilarga? Ya'ni mana bu yerda jism buni harakatini ko'radigan bo'lsak, bu sekinlanuvchi, bu tezlanishi kamayuvchi, tezlanuvchi harakatda bu. Ya'ni bu yer katta 0 dan bu tezlashadi bu yerda jism. Mana bu yerda rashakatda tezlik erishib oladi. Eng yuqori tezligiga. Dastavval v0 bu yerda 0 bo'lgan. Bu yerda tezlanish katta bo'lgan. Tezlanish katta, 0 dan kattaligi, tezlanishning miqdori kamayuvchi, tezlanuvchan deyiladi. Undan keyin mana bu yerda eng katta tezlikka erishib oldi va bundan buyog'iga tezlik manfiy a kichirayib qoldi 0 dan va sekinlanuvchi harakat bo'ladi. Sekinlanuvchi harakat bo'lib, aynan mana bu nuqtaga yetganda bu yoqda o'zgartirgan tezlik o'zgarishini bu yoqda yana qaytarib yo'qotadi, sekinlashadi. Va mana shu joyda jism to'xtaydi, ikkinchi nuqtada. Jism to'xtaydi. Bundan bu yog'iga hammasi minus a. Mana shu joylar minus a. Bu yerlarda tezlanish doim bitta narsani qilib berib turadi unga. Shuning uchun bu yog'ini qarashni keragi yo'q. Demak, javobimiz faqat 2t da tezlik 0 ga teng bo'ladi. Chunki mana bu delta v, bu delta v ni yeb qo'ya oladi shu yerda. Umumiy 0 bo'lib qoladi o'zgarishi. Ya'ni boshqatdan fikrlaydigan bo'lsak, mana masalan qaranglar. Shu 2t vaqt oralig'ida delta v umumiyni aniqlaydi. Delta v plus minus delta v. Yana 0 chiqadi. Demak, jismning tezligi 0 bo'lib qolishi o'sha mana shu holatda 0 bo'ladi. Bu tezlikning yo'nalishini o'zgartirayotgan vaqtda bo'ladi. Tezlik avvalgi holatga tushib qolyapti-da. Tezlik o'zgarib 0 dan boshlanib, qaysidir tezlikka chiqib, yana qaytib 0 ga tushdi, endi ag'iga o'tib ketyapti. Javob shu. Faqat ikkita B javob tanlab olamiz. 13-masala. To'g'ri yo'lda
harakatlanayotgan avtomobil tezlanish vaqt grafigi rasmda ko'rsatilgandek, avtomobil 0 u t vaqt oralig'idagi harakatiga ko'ra quyidagi gaplardan qaysi biri aniq noto'g'ri deyapti. Va u doimiy ravishda tezlashadi. Bu to'g'ri kelaveradi. U doimiy ravishda sekinlashadi. Masalan, bu ni topishni qaranglar. Shunga ham buni to'g'riligini isbotlab beraman sizlarga, ustozlar, qaranglar. Hop, sekinlashadi deyapti. Men bunday qilib chizib olaman, bitta grafik. Bu yerga a qo'yaman, bu yerga t qo'yaman. Masalan, bunday bo'lsa. Meniki t qo'yaman. Meniki v deydi, kechirasizlar, buni v deyapman. Mana bu joyga v, mana bu yerga 0. yoki bo'lmasa mana bu yerda o'zgarish delta v. Bu yer t. Lekin bu yer tezlikning o'zgarishi minus, masalan, minus v0 dan v dan mana bu kecha olib bordi-da, v0 dan v gacha olib bordi. Tushunyapsizlar, ha? Mana bu yerda alfa bo'ladi. Shu yerdagi tezlanish topsalar, burchak qarshisidagi delta v ni t ga nisbat a barobar delta v taqsim t bo'ladi. Teng. Endi qaranglar, hisoblaymiz. Delta v ni topishda mana bu tezlikdan mana bu tezlikka ayirish kerak. Hozir to'xtanglar. Umumiy xulosa to'g'ri ketyapti. Mana bunday chiziq davom ettirsangiz, tezlanuvchan grafikda bu yog'iga tushib qolsa, minus, mana shu joy qismi uchun minusga chiqadi-da. Mana shu qismi uchun minusga olish mumkin. Demak, bu sekin mana shu qismdagi holat bo'layotgan bo'lsa, bu sekinlanuvchanga tushadi. Bu yerdan bu yoqqa tezlanuvchanga tushib ketadi. Shunga tushaveradi bu narsa. Demak, bu ham to'g'ri olinishi kerak. Hop, keyin bunda avval sekinlashadi, keyin tezlashadi. Aynan shu holatda shunaqa. Avval sekinlashyapti, keyin tezlashyapti. Bu ham tushaveradi. Lekin bu avval oxirida aytyaptiki, avval tezlashadi, keyin sekinlashadi. Yo'q, bunga tushmaydi bu. Avval tezlashi mana bunday chiziq bo'lishi kerak edi. Agar bunday chiziq bo'lganda shu to'g'ri bo'lardi, lekin hech qachon bu jismda oxiri to'xtatadi. Bu harakat to'liq kuzatilmaydi bu holatda. Shuning uchun mana shu javobda mana shu narsani tanlash kerak. Bu narsa bizni fizikamizga tushmaydigan ma'ruzalar bo'yicha o'rgatilgan fizikadagi savollarda bular. Bizni ma'ruzamizda bunaqa tarzda mana bu narsalar tushuntirilmaydi. Ya'ni tezlanishning tezlikka bog'liqligini bunaqa chuqur holatda tushuntirilmaydi. Shuning uchun bizda bu savollar yaxshigina muammo keltirib chiqaradi. Xo'p, demak tushundik. Mana shunday bo'ladi. Faqat 4-inchisi to'g'ri kelmaydi degan xulosa bo'ldi. Men tushunganimcha anchagina vaqt ketdi buni ham. Demak, javobimiz mana 13 ko'ryapsizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.